Assalomu alaykum akalar. Bizni Qorasuv rayoni Qo'ng'irot aylidagi 180 ming so'mlik pechkamiz bitdi. Pechkamiz qizil kremlyoz yig'ishda bitishkasi bor, shikalatkich aralashgan. Pechkamiz yutgandan keyin, o't yoqyapmiz, mana qurigandan keyin, aktarga bo'lgandan keyin bir qator yo'llar yuviladi, pechka bitdi akalar. Pechkamizda bitishkasi ovqat yasab, buni ochib qo'yadi. Ovqat qilib bo'lgandan keyin o'zini yopib qo'yadi. Eshiklari aynalik, qaytarib o'tadi 180 ming so'mga faqat shu akaga bo'lgan akalar. Mog'ishlari skitkasi bilan, eshiklari skitkasi bilan boshqa yerda bunaqa bo'lmaydi, qo'shilib qolishi mumkin. Usti termostoyga qora kraskada kraskalangan, yonida kichkina duxovkasi bor. Tarafdagi mana lopratka qo'zg'og'ichlari bor. Biz suvimizni isitib, tepaga chiqib, u pechka o'zi bilan 6 ta pomeshcheniyani isitadigan termogradus 40 gradus ketyapti. Zilimloyi bor. Vozdux отводи bor. Orqa tomonni ko'rsataman. Orqa tomonida nasosi bor. Bez nasosini isita oladi. Katta duxovkasida non pishirsa bo'ladi. Undan kichik duxovkasi, pastdagi очистной eshigi, bunisi tepada mo'ridan tushgan islarni to'liq tozalaydigan, bunisi va avvalroq tozalaydigan eshigi. Hammasi mustaqisi ichida, faqat shu akaga 180 ming so'mga bitdi, qolganlarga ozgina qo'shilib qolishi mumkin. Bu aka bizni 1,5 mingta qolganligi uchun jinday qo'shilib qoldi akalar. Biz skitkasi bilan bo'ldi. Yo bunday qilasizlar, yo bunday qilasizlar, yo'llarni ko'rsatib, Qorasuv rayoni Qo'ng'irot aylida.